Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarni, ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni, nafaqa va moddiy yordam oluvchilarni xonadon tekshirish holatlari ko'paygani haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xavotirda uyga kelib tekshirsa yordamini olib qo'yishadimi? Pensioner odam uyida bo'lmasa nima bo'ladi? Farzandim chet elda ishlaydi. Shuni bahona qilib nafaqani to'xtatishadimi? Uyda televizor, muzlatgich yoki mashina bo'lsa yordamdan mahrum bo'lamanmi degan savollar juda ko'p. Bu ma'lumot har bir pensioner, nogironligi bor shaxs, kam ta'minlangan oila, boquvchisini yo'qotgan oila va ijtimoiy yordam kutayotgan fuqaroga tegishli. Chunki tekshiruvdan qo'rqish emas, hujjatlarni to'g'ri tayyorlash, vaziyatni to'g'ri tushuntirish va o'z huquqingizni bilish muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi holatda yordam to'xtashi mumkin, qaysi holatda to'xtamasligi kerak, tekshiruvchi kelganda nima deyish, qanday hujjat ko'rsatish, qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni ko'rmagan odam ertaga bitta xato sababli yordamidan ayrilib qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'p holatlarda ijtimoiy yordam, moddiy yordam, bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha beriladigan yordamlar asosan hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, oilaning arizasi va ayrim bazalardagi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqilar edi. Albatta oldin ham tekshiruv bo'lgan. Lekin hamma joyda bir xil kuchli nazorat bo'lmagan. Ba'zi oilalar haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa-da, hujjat topshirishni bilmagan. Ba'zi oilalar esa rasmiy daromadi yo'q deb ko'rsatib, aslida yaxshi daromadga ega bo'lgan. Shuning uchun davlat organlari hozir real holatni ko'proq tekshirishga o'tmoqda. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Masalan, fuqaroning nomida uy-joy, avtomobil, yer, firma, do'kon, bankdagi harakatlar, rasmiy ish joyi, pensiya yoki boshqa daromadlar bor yo'qligi ko'rilishi mumkin. Bundan tashqari mahalla xodimlari, ijtimoiy xodimlar yoki tegishli tashkilot vakillari xonadonga borib, oilaning haqiqiy yashash sharoitini o'rganishi mumkin. Maqsad shuki, yordam haqiqatan ham muhtoj odamga yetsin. Lekin mana shu joyda katta muammo chiqyapti. Tekshiruv bo'layotgani haqida xabar tarqalishi bilan odamlar orasida vahima paydo bo'ladi. Uyga kelishsa hamma narsani bahona qilishadi. Muzlatgichim bor, demak kambag'al emas deb yozib ketishadi. Farzandim bir marta pul yuborgan, endi yordamni kesishadi. Pensioner onam qizining uyida mehmon bo'lib yurgandi. Uyida topilmasa pensiyasini to'xtatishadimi degan xavotirlar bor. Men shuni aniq aytaman. Har bir tekshiruv yordamni to'xtatish degani emas. Tekshiruv bu faqat o'rganish. Lekin o'rganish paytida noto'g'ri ma'lumot berilsa, hujjat yashirilsa yoki odam o'z holatini tushuntirib bera olmasa muammo chiqishi mumkin. Birinchi navbatda pensionerlar pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormasligi kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, oddiy xonadon tekshiruvi bilan pensiyani shunchaki to'xtatib qo'yishmaydi. Pensiya boshqa tartibda tayinlanadi va boshqa asoslar bilan qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, hujjatda xato bo'lsa, noto'g'ri tayinlangani aniqlansa, fuqaro vafot etsa, doimiy yashash joyi bo'yicha muhim o'zgarish bo'lsa yoki qonunda belgilangan boshqa holatlar bo'lsa, masala ko'riladi. Lekin pensioner pensiyadan tashqari qo'shimcha moddiy yordam, parvarish puli, kam ta'minlanganlik yordami, subsidiya, bolalar nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy ko'mak olayotgan bo'lsa, ana shu yordamlar oilaning real holatiga qarab tekshirilishi mumkin. Masalan, buyisi pensiya oladi. Lekin u bilan birga yashaydigan o'g'li rasmiy ishda 3 million so'm maosh oladi. Kelini ham 3 million so'm oladi. Uyda 2 nafar mehnatga layoqatli odam bor. Lekin hujjatda daromad ko'rsatilmagan bo'lsa, tekshiruvda bu aniqlanadi. Bunday vaziyatda aynan kam ta'minlanganlik yordami qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar xavotir qilishi kerak? Birinchidan, oilaviy daromadini to'liq ko'rsatmaganlar. Ikkinchidan, nomida avtomobil, ikkinchi uy, yer maydoni, do'kon yoki boshqa mol-mulk bo'lib, arizada hech narsam yo'q deb yozganlar. Uchinchidan, farzandlari yoki oila a'zolari yaxshi daromad topib turgani holda oila o'zini butunlay daromadsiz ko'rsatgan bo'lsa. To'rtinchidan, ijtimoiy yordam olish uchun bir manzilda ro'yxatda turib, aslida boshqa joyda yashayotganlar. Beshinchidan, nogironlik, parvarish
yolg'izlik yoki kam ta'minlanganlik holati bo'yicha eski ma'lumotlarni yangilamaganlar. Kimlar juda xavotir qilmasligi kerak. Haqiqatan ham daromadi kam bo'lgan, hujjatlari toza, yashash sharoiti og'ir, oila tarkibi aniq, bankdan yoki ish joyidan yashirilgan daromadi yo'q fuqarolar. Masalan, 72 yoshli otaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari alohida yashaydi, doimiy yordam bermaydi. Uy eski, dori-darmon xarajati oyiga 500-600 ming so'm kommunal to'lovlari bor. Bunday holatda otaxon o'z vaziyatini hujjatlar bilan ko'rsatsa, tekshiruvdan qo'rqish shart emas. Aksincha, tekshiruv uning haqiqiy ehtiyojini tasdiqlashi mumkin. Yana bir misol. Bir ayolning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Er aliment to'lamaydi yoki juda kam to'laydi. Ayol vaqtincha ishsiz, uyida kasal onasiga qaraydi. Mahalla kelib ko'rsa, uyda eski mebel, bitta muzlatkich, televizor bor. Bu narsalar borligi uning boyligini anglatmaydi. Chunki oddiy maishiy texnika har bir uyda bo'lishi mumkin. Muhim savol, oiga qancha daromad oladi, necha kishi yashaydi, xarajatlari qanaqa? Mehnatga layoqatli a'zolar ishlayaptimi? Bolar va keksalar bormi? Kasallik xarajatlari bormi? Tekshiruv ana shu umumiy manzarani ko'rish kerak. Rag'amli vaziyatni olaylik. Uyda 4 kishi yashaydi. Pensioner buvi. Ishsiz qizi va 2 nafar nevarasi. Buvi 1.300.000 so'm pensiya oladi. Qizi ba'zida kunlik ish qilib 700-800 ming so'm topadi, lekin doimiy emas. Oilaning umumiy oyga real daromadi taxminan 2 million so'm atrofida. Agar ijara, dori, oziq-ovqat, maktab xarajatlari hisobga olinsa, bu oila yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin xuddi shu uyda qizining nomida yangi avtomobil bo'lsa, yoki bank kartasiga har oy chekidan 10 million so'm tushib turgani aniqlansa, vaziyat boshqacha baholanadi. Odatda xonadonga kelganda bir nechta narsani ko'rishadi. Oilada nechta odam yashayotgani, ro'yxatda turganlar bilan amalda yashayotganlar mos keladimi? Uy-joy sharoiti qanday? Daromad manbalari bormi? Mehnatga layoqatli odamlar ishlayaptimi? Nogironligi bor yoki parvarishga muhtoj shaxs bormi? Bolalar soni qancha? Aliment yoki boshqa to'lovlar olinadimi? Fermerlik, tadbirkorlik, ijara daromadi bor yo'qligi so'raladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar hech narsa demasam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Asli noto'g'ri. Masalan, sizning o'g'lingiz Rossiyada ishlaydi, lekin 3 oydan beri pul yubormagan. Tekshiruvchi so'rasa, o'g'lim chet elda deb aytasiz, lekin albatta qo'shimcha tushuntirasiz. Ishi doimiy emas, o'zi ham ijarada yashaydi. Oxirgi marta falon oyda 500 ming so'm yuborgan, hozir yuborayotgani yo'q. Agar pul o'tkazmalari bo'lsa, ularning miqdori va davriyligi muhim. Bir marta 1 million so'm yuborilgani oilani badavlat qilib qo'ymaydi. Lekin har oy 6-7 million so'm kelib tursa, albatta hisobga olinadi. Yana bir xato, ro'yxatda turadigan, lekin uyda yashamaydigan odamlar masalasi. Masalan, pensioner onaxonning uyida 3 nafar farzandi ro'yxatda turadi. Lekin ularning hammasi boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda yashaydi. Tekshiruv bazada uyda 5 kishi ro'yxatda deb ko'rishi mumkin. Shunda onaxon darhol tushuntirishi kerak. Mana o'g'lim falon joyida yashaydi. Qizim turmushga chiqqan. Bu uyda amalda men yolg'iz yashayman. Iloji bo'lsa, farzandlarning boshqa manzilda yashashini tasdiqlovchi ma'lumot, ijara shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma yoki mahalla tasdig'i kerak bo'ladi. Chunki ro'yxatdagi odamlar oilaning daromad hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Eng muhim nozik jihat, pensionerning farzandi borligi avtomatik ravishda pensioner yordamga muhtoj emas degani emas. Ba'zi tekshiruvlarda farzandlaringiz bor-ku, ular boqsin degan gaplar bo'lishi mumkin. Albatta, farzandlarning ota-onaga yordam berish majburiyati axloqiy va ayrim holatlarda huquqiy masala. Lekin amalda farzandlar yordam bermayotgan bo'lsa, o'zlari ham qiynalayotgan bo'lsa, uzoqda bo'lsa, kasal bo'lsa, ishsiz bo'lsa, buni alohida tushuntirish kerak. Shunchaki farzandim bor degan fakt bilan butun vaziyat yopilmaydi. Ikkinchi nozik jihat, uyda ta'mir borligi. Ba'zida tekshiruvchi uyga kirsa, devor bo'yalgan, deraza plastik, oshxonada plita bor. Shundan keyin bu oila qiynalmaydi deb o'ylashlari mumkin. Lekin ta'mirni farzandlar bir marta qilib bergan bo'lishi, qarzga qilingan bo'lishi, eski uy xavfli bo'lgani uchun majburiy qilingan bo'lishi mumkin. Siz buni tushuntirishingiz kerak. Masalan, bu derazani 2020-yilda o'g'lim qo'yib bergan, hozir yordam bermaydi. Yoki tomdan suv o'tgani uchun qarz olib yopdik, hali 3 million so'm qarzimiz bor deb aniq ayting. Uchinchi nozik jihat avtomobil masalasi. Agar oilada mashina bo'lsa,
Bu ko'p holatda tekshiruvda savol tug'diradi. Lekin har bir mashina ham boylik belgisi emas. Masalan, 25 yil oldingi Damas yoki Nexia bo'lishi mumkin. U ham ishlamay turgan bo'lishi mumkin. Nogiron farzandni shifoxonaga olib borish uchun kerak bo'lishi mumkin. Biroq nomingizda qimmat avtomobil bo'lsa va siz kam ta'minlanganlikka ariza bergan bo'lsangiz, buni tushuntirish qiyin bo'ladi. Agar mashina sizniki bo'lmasa, lekin nomingizda qolib ketgan bo'lsa, oldi sotdi hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Juda ko'p odam mashina allaqachon sotilgan, faqat nomida qolgan deb yuradi. Tekshiruvda esa baza bo'yicha mulk sizniki bo'lib ko'rinadi. 4-chi nozik jihat, bank kartasiga tushgan pul. Hozir ko'pchilik qarindoshidan, qo'shnisidan, tanishidan pulni karta orqali oladi. Masalan, to'yga yig'ilgan pul, qarz, dori uchun yordam, vaqtincha o'tkazma. Lekin bazada karta aylanmas ko'rinsa, u daromad deb talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun yirik pul tushunilsa, sababini yozma tushuntirishga tayyor bo'ling. Bu daromad emas, qarz edi. Bu pulni ukam operatsiya uchun yuborgan. Bu mablag' menga tegishli emas, vaqtincha o'tkazilgan. Kabi gaplar faqat og'zaki emas, imkon qadar dalil bilan bo'lsa yaxshi. 5-chi nozik jihat, uyda vaqtincha mehmon bo'lgan odamlar. Tekshiruvchi kelgan kuni qizingiz bolalari bilan mehmon bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Ularni doimiy yashovchi deb yozib yuborsa, oilaning tarkibi o'zgarib ketadi. Shuning uchun aniq ayting, bu qizim mehmon, doimiy yashamaydi, falon manzilda turadi. Aksincha, uyda doimiy yashayotgan odamni yashirish ham noto'g'ri. Chunki keyin aniqlansa ishonch yo'qoladi. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va eshikni yopib olmang. Agar o'zini tanishtirmagan odam kelsa, xushmuomalalik bilan qaysi tashkilotdansiz, xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Kelishdan maqsad nima deb so'rang. Bu sizning huquqingiz. Haqiqiy xodim bundan ranjimaydi. Agar guvohnoma bo'lmasa, shubhali holat bo'lsa, mahallaga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, ma'lumotni to'g'ri bering. Daromad yo'q demang, agar o'z bo'lsa ham ayting. Masalan, pensiyam 1.400.000 so'm, oyga dori darmonim 600.000 so'm, kommunal 2.000 so'm, oziq-ovqatga yetmaydi. Raqam bilan gapirsangiz vaziyatingiz aniq ko'rinadi. Qiynalyapman degandan ko'ra daromadim shuncha, xarajatim shuncha degan kuchliroq. 3-chi qadam. Hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Pensionerlar uchun pensiya daftarchasi yoki pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumot, pasport yoki ID karta, yashash manzili bo'yicha hujjat, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, dori xarajatlar bo'lsa retsept yoki chek, kommunal qarzdorlik bo'lsa to'lov qog'ozlari, ijara bo'lsa ijara shartnomasi, aliment masalasi bo'lsa sud hujjati yoki aliment to'lanmayotganini ko'rsatuvchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. 4-chi qadam, oila tarkibini aniqlashtiring. Kim uyda doimiy yashaydi, kim faqat ro'yxatda turadi, kim vaqtincha ketgan, kim alohida yashaydi. Agar ro'yxatda turgan farzandingiz boshqa joyda yashasa, buni mahalla orqali tasdiqlatish foydali. Chunki ko'p yordamlar oila tarkibi va jon boshiga daromad asosida baholanadi. Bitta ro'yxatda turgan, lekin amalda yordam bermaydigan farzand sababli sizning daromadingiz noto'g'ri hisoblanib qolmasin. 5-chi qadam, tekshiruv dalolatnomasini o'qing. Xodimlar biror dalolatnoma, anketa yoki o'rganish varaqasini to'ldirsa, imzo qo'yishdan oldin o'qing. Agar unda uy sharoiti yaxshi, farzandlari yordam beradi, daromad yetarli degan yozuvlar bo'lsa-yu, siz bunga rozi bo'lmasangiz, darhol e'tiroz bildiring. Men bu fikrga qo'shilmayman. Farzandlarim doimiy yordam bermaydi, daromadim yetmaydi deb yozdiring yoki o'zingiz izoh qo'shing. Ko'pchilik imzo qo'yib yuboradi. Keyin esa men bunday demagan edim deydi. Imzo bu tasdiq bo'lishi mumkin. 6-chi qadam, yordam to'xtatilsa sababini yozma so'rang. Telefon orqali sizga chiqmaydi degan gap yetarli emas. Siz qaror yoki rasmiy javobni talab qiling. Qaysi asos bilan rad etildi? Daromad oshib ketganmi? Mulk sabab bo'lganmi? Oila tarkibi noto'g'ri hisoblanganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Sababni bilmasdan muammoni tuzatib bo'lmaydi. 7-chi qadam, rozi bo'lmasangiz shikoyat qiling. Avval mahalla yoki ijtimoiy xizmat mas'ullariga yozma murojaat qiling. Keyin tuman hokimligi, ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men falon manzilda yashayman. Oilam tarkibi falon, daromadim falon. Farzandim ro'yxatda tursa-da, amalda alohida yashaydi. Dori xarajatlarim falon. Tekshiruvda bu holatlar hisobga olinmagan. Qayta o'rganib berishingizni so'rayman.
Mana shunday yozilsa, murojaat jiddiy ko'riladi. 8-qadam o'zgarishlarni yashirmang. Agar oilada kimdir ishga kirsa, daromad paydo bo'lsa, turmush qurish, ko'chib ketish, vafot, nogironlik muddati tugashi, farzand tug'ilishi kabi holatlar bo'lsa, vaqtida xabar bering. Chunki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Odamlar aytsam yordamni olib qo'yadi deb yashiradi. Lekin keyin bir necha oy yoki bir yil uchun ortiqcha to'lov hisoblanib, katta qarz bo'lib qolishi mumkin. Birinchi misol, 6-8 yoshli ayol 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. Uyda yolg'iz yashaydi. Qizi Toshkentda turmushga chiqqan, o'g'li chet elda, lekin 2 yildan beri deyarli yordam bermaydi. Ayolning qon bosimi, diabeti bor, oyiga 4-5 ming so'mlik dori oladi. Tekshiruvchi kelganda u faqat o'g'lim chet elda desa, noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri tushuntirish, o'g'lim chet elda, lekin doimiy yordam yubormaydi. Oxirgi pul o'tkazmasi falon oyda bo'lgan. Mana dori xarajatlarim, mana kommunal to'lovlarim. Shunda holat aniqroq ko'rinadi. Ikkinchi misol, oilada pensioni ota-ona ishlamayotgan kelin va 2 bola bor. O'g'il norasmiy taksichilik qiladi, oyiga ba'zida 2 million, ba'zida 4 million topadi. Oilada eski mashina bor. Arizada daromad yo'q deyilsa, bu xato. Chunki norasmiy bo'lsa ham real daromad bor. Lekin bu daromad barqaror emasligini, mashina kreditda yoki eski ekanini, xarajatlar ko'pligini tushuntirish kerak, yashirish emas. To'g'ri ko'rsatish kerak. Uchinchi misol, pensioner otaxonning nomida qishloqda 6 sotiq yer bor, lekin yer suvsiz hosil bermaydi. Ba'zida esa yer maydoni bor deb chiqadi. Agar otaxon indamasa, mulk bor deb baholanishi mumkin. U esa mahalladan yoki tegishli joydan yer foydalanilmayotgani, daromad keltirmayotgani haqida tushuntirish berish kerak. Har bir mulk avtomatik daromad emas, lekin mulkni yashirish ham mumkin emas. 4-misol. Onaxon qizining uyiga 20 kunga mehmonga ketgan. Tekshiruvchilar kelganda uyda bo'lmagan. Qo'shnilar bu yerda yashamaydi shekilli deb aytib yuborgan. Keyin yordam masalasi savol ostida qolgan. Bunday holatda onaxon mahallaga borib, men vaqtincha qizimnikida davolanishda edim, doimiy manzilim shu deb tushuntirishi, iloji bo'lsa shifokor qog'ozi yoki farzandining manzili bo'yicha izoh berishi kerak. Uyda topilmaslik avtomatik ravishda yordamni yo'qotish degani emas, lekin tushuntirish shart. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyangizni olishda muammo bo'lmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsin, pasport muddati, bank kartasi, yashash manzili, pensiya hujjatlari tartibda bo'lsin. Agar nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik muddati, nogironlik guruhi muddati va qayta ko'rik sanalarini o'tkazib yubormang. Ba'zi odamlar muddat tugaganini bilmay qoladi. Keyin to'lov to'xtaydi. Bu tekshiruvdan emas, hujjat muddati tugaganidan bo'ladi. Agar ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, uyda hamma hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Har bir murojaatning nusxasini, qabul qilingan sanasini, kimga topshirganingizni yozib boring. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Yozma hujjat esa sizni himoya qiladi. Yana bir muhim maslahat, tekshiruv paytida janjal qilmang. Lekin huquqingizni ham berib qo'ymang. Xodimga hurmat bilan muomala qiling, lekin noto'g'ri yozilayotgan narsani ko'rsangiz, kechirasiz. Bu yerini to'g'rilab yozing deb ayting. Agar sizning gaplaringiz inobatga olinmasa, o'sha kunning o'zida mahallaga yoki yuqori tashkilotga yozma murojaat qiling, kechiktirmang. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, xonadon tekshiruvdan qo'rqmaslik kerak, lekin beparvo ham bo'lmaslik kerak. Yordamni yo'qotmaslik uchun eng muhim narsa 3ta. Ma'lumotni yashirmaslik, hujjatlarni tayyor saqlash va o'z holatingizni raqamlar bilan aniq tushuntirish. Pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirmang. Pensiya alohida masala. Kam ta'minlanganlik yordami va boshqa ko'maklar esa oilaning real sharoitiga qarab qayta ko'rishi mumkin. Agar sizning daromadingiz kam bo'lsa, farzandlaringiz doimiy yordam bermasa, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, ro'yxatda turgan odamlar aslida siz bilan yashamasa, bularning hammasini dalil bilan ko'rsating. Agar yordamni to'xtatsa yoki rad etsa, albatta yozma sababini oling va rozi bo'lmasangiz, qayta ko'rib chiqishini so'rab murojaat qiling. Sizlarda ham xonadon tekshiruvi bo'ldimi? Nimalarni so'rashdi? Qanday hujjat talab qilishdi? Yordam to'xtadimi yoki davom etdimi? Tajribangizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Ayniqsa pensioner ota-onangiz, buvi buvalaringiz va ijtimoiy yordam olayotgan tanishlaringiz bu ma'lumotni bilishi shart.